Aziz o'quvchilar, bugun biz Energizer usulida yumshoq doira metodi bilan o'tamiz. Mavzuimiz bugun takrorlash. Og'zini yozib olasiz, doira shaklida turib olasiz. Oling. Doira shaklida turib olasiz. Qarang. Qimillamasdan dumaloq doira bo'lib turib olasizda. Lentani tepaga otib, kim qo'lda ushlab olsa, o'yinda qoladi, ushlolmaganga savol beramiz. 1, 2, 3 ketdi. Nechta? Ikkita odam.